Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimizga xush kelibsiz. Biz bugun mana shunaqangi chiroyli ugologlar va pinal komodlar, spalni komplektlar haqida qisqachagina videorolik tayyorlaganmiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Video yoqsa bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni bildirib ketishni unutmang. Qani bo'lmasa videoni boshladik. Ibrat mebel. Shu yerdan do'konni bir qator yoritib beramiz. Birinchi bo'lib sezon kelyapti. Tashqarida issiqxonada quyoshda toblanib o'tirish uchun ratan stollardan boshlaymiz. Mana shu turishi 8 talik ratan stol. Oynaklari kalyonli oynak bo'ladi. Alohida ko'rib qo'yasizlar, kalyonli oynak sinmaydigan oynak bo'ladi. Ratan stollar ham chiroyli qilib to'qilgan. Mana shu turishi 4.200.000 so'm. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bepul, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu yoqda boshqachalari ham bor. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqsalaring to'liq ma'lumot berishadi. Bu tomonda ko'himli ugologlar, katta ugologlar. Mana shu ugologimiz 4.30 ga 2.30 lik ugolog. Oldida kattagina xontaxtasi bor, 3 ta pilus. Pufiga ham qo'shib beriladi. Ular narxiga keladigan bo'lsak $550. Ular ranglari, assortimentlari ko'p ekan. Bu tomonda esa Chesterwandagi ugologlarimiz. Ko'rib turibsizlar, bu ham 4.30 ga 2.30 lik. Oldida kattagina xontaxtasi bor, 3 ta pufiga ham bor. Buni zakaz bo'yicha kattaroq ham qilib berishaveradi. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ranglarini xohlagan ranglardan chiqarib beraveradi. Ko'ribsizlar. Kimga qanaqa rang yoqadi? Kommentariyaga yozib ketasizlar. Ko'himli ugolog. Tomonda stenkalar. Pinal komodga keladigan bo'lsak, mana shu turishi $600. Bu ham butun O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bepul. Uyingizga ugologni oldiga qo'yib qo'ysangiz, shunaqangi chiroyli turadi. Bu tomondagisi esa $700. Bu ham o'ziga yarasha naqshlar bilan chiroyli qilib ishlangan. Silliqligini qarang. MDFdan ishlangan. Bunaqani uyingizga bitta qo'yib qo'ysangiz yomon turadi aka. Ichkarida spalni komplektlar. 8069 modeli. Shkafi. Chiroyli qilib ishlangan. Bu tomonda tremosi, tremo ham. Pilus divani. Yonda ikkita tumbuchkasi ham bor. Buning narxi $700. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bepul, ustonovkasini ham bepul qilib beramiz. Bu tomonda esa boshqacha ranglar. Bu ham juda chiroyli ishlangan. Sekin ichkariga kirib boraveramiz sizlar bilan. Bu tomonda high-tech variantdagi spalni komplekt. Bunda ham tremo, divan, ikkita tumbuchka, plus matrasi ham. Bu tomonda esa shkafi. Buning narxi $590. Uyingizga olib borib ustonovka qilib berishi bilan butun O'zbekiston bo'ylab. Bu tomondagi spalni komplektga bitta baho berib qo'yasizlar. O'ta chiroyli ishlangan. Tremosi, tumbuchkalari ham kattagina qilib ishlangan. Divani, tomonda esa shkafi. Buning narxi $650. To'liq ma'lumot uchun pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu tomonda boshqacharoq fasonda ishlangan. To'y sezonlar kelyapti. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Zakaz qilsalaring 4 kundan 10 kungacha uyingizga yetib boradi. Bu tomonda esa boshqacha dizaynda ishlangan, o'ta chiroyli ishlangan ishimiz. Tremo, shkaf, tomonda esa divan. Divanning tomonida chiroqlari ham bor. O'ta go'zal ishlangan. Uning narxi keladigan bo'lsa $700. High-tech fasonda ishlangan.
Ichilarini ham ochib ko'rsatib qo'yaman. Ichilarini ko'rib turibsizlar, kengina qilib, chiroyli qilishgan. Yoni ikkita yonga ochiladi. Seflari ham bor. To'liq ma'lumot uchun pastda nomerlarni qoldirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bepul yetkazib berishadi. Qanaqangi uголок kerak bo'lsa ham bemalol boshqacha ranglardan ham chiqarib berishaveradi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ko'rib turibsizlar. Endi manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, yo'l bo'yiga chiqib olamiz. Yangi Qo'rg'on Buvayda yo'nalishida. Bu yoq Buvaydadan kelish, bu tomon esa Yangi Qo'rg'ondan kelish. Xolasalang Yangi Qo'rg'ondan kelsalang bo'ladi. Xolasalang Buvaydadan kelaverasizlar. Ibrat Mebel. Bemalol kelaverasizlar. Bilol Egamov kanalidan chiqdim desalang, ozgina chegirmasini ham qilib berishadi.